Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Darsim kuzatuvchilari. Xo'p, bugungi video darsimizda Colors yo'nalishi bo'yicha Toolbox'larga montaj va yo'nalish bo'yicha batafsil tushunchalarni ko'rsatib beraman. Birinchi ochratda BlackQuery dasturi orqali men o'sha video ko'radigan Colors videolarni topaman. Coughing Dance deb qilsam chiqib keladi. Asosan bular Coughing Dance videolar hisoblanadi. Poisk video va haftaliklarni ko'raman mana. Endi 4:20 gacha mana. Xo'p, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Sirena Galova ham yaxshi ketyapti mana. 195,000 marta ko'rildi 5 kun oldingi videolar. Va Tom va Jerry videolar ham bor. Coughing Dance bu ham mana 7000, 5000 har xil ko'rilyapti. Xo'p, mana bu yerda endi prosmotrlar bor. Endi bu Anno Coughing Dance emas. Ba'zida bular boshqacha yoziladi. Coughing McQueen deb qidirsak ham bo'ladi. McQueen Coughing Dance. Asosan McQueen Coughing Dance videolar trend bo'ladi. Mana 5 kun oldingiz 70,000 marta ko'rilgan mana. 48,000 marta, 37,000 marta, 40,000 marta, 19,000, 24,000 marta mana. Shunaqa kanallar bor. Mana yaqinda ochilgan 12 ta video qo'ygan, 16 dona video yuklagan kanal ham bor. Mana buni videolarini ko'rishingiz mumkin, prosmotrlarni. Xo'p, endi birorta bir qanday montaj qilish haqida. Mana bu kanal bir oy ichida 30,000 podpis chiqqan. Bu kanalni men taniyman. Bu kanalda mana hozirgi ahvati 100,000 atrofida yuribdi mana. 100,000 endi 30,000 ga tushibdi bu. Endi bular ikkalasi hisoblanadi. Bu kunlik 48 soatlikda bu 100,000 bo'ladi mana bu. 100,000. Mana bu 200,000, 300,000 bo'lgan. 21,000 podpischi bor. 10 sentyabrga ochilgan. Xo'p. Bo'lmasam biza ko'rsatishni boshlasam, birinchi ochratda videoni ko'ramiz mana. Videosi ustiga bosamiz. Mana kirdik videosiga. Mana endi mana bu ustiga bitta bosamiz. Xo'p, menda endi chiqarmadi. Ko'pincha shunaqa holat bo'layapti. What's your YouTube? Endi burada sizlarga muhim emas, asosiysi videosini ko'rish. Mana videosi o'tyapmiz. Xo'p. Qaranglar, video boshida ko'k mana bunaqa nur chiqdi. Bu intro uchun maxsus tayyorlangan. Endi buni topish oson. Mana prosta shuni o'tkazamiz. Mana. Buni previewsi chiqdi. Preview VC'lar hammasini yasash birga ko'rsataman. Xo'p, bu endi mana bular green screenlar. Mana. Bu subscribe obunasini ham topsa bo'ladi. Bu klik, mana qo'li kelib tushgan klik deyiladi. Kursdan kulyapti. Mana shunaqa video mana. Endi uchinchisida shu tanlab o'ynaydi mana. Xo'p, birinchi ochratda bunday videolarni qayerdan olish mumkin degan savolga, bunday videolarni olish juda oson. Misol uchun mana McQueen dinozavr mana. Shuni kopировать qilamiz. Mana bu yerga выставить qilib qidirsak, mana McQueen'da shunaqa dinozavr variant chiqib keladi. Ba'zida yo'q bo'lishi ham mumkin videolar. Mana bordan keyin Coughing Dance emas endi bu olmaydi. Mana buni ham olmaydi, chunki bu ham Coughing Dance. Coughing Dance emas. Chiqmay qolishi mumkin, chunki ko'pchiligi bitta bu kanali bor inson shunday o'ziga qilib olib, kanalini udalet qilib yuborgan. Ya'ni videolarni hech kim olmasligi uchun, faqat o'zi yaratib, o'zi ishlash uchun. Lekin mayli, hech nima qilmaydi. McQueen'lar o'zi trend har doim. Misol McQueen Coughing Dance deb qidiramiz. Mana McQueen Coughing Dance mana. Mana qidirdim. Mana chiqib kelyapti prosmotrlar mana. Videolar chiqib kelyapti. Endi hammasi turxonali ba'zilari. Mana bunaqa videolar olsalang bo'ladi mana. Xo'p, mana bularda olsalang bo'ladi. Mana bunaqa sifatli va chiroyli previewlar yasash kerak asosan. Xo'p, misol uchun men mana bu horror variantini olaman, 1 daqiqalik. Xo'p, bu yerda ajoyib tochkani olishimiz kerak, ya'ni ajoyib preview uchun kadr. Xo'p, bilsalaring endi bu yer hozir sal normal emas, normal bo'lmayapti. Biz yaxshiroq normal joyini qidiramiz. Misol mana bu joyi ham kamera buni to'g'ri chiroyli ko'rsatyapti, buni olsak bo'ladi. Lekin biz yaxshiroq joyini baribir izlaymiz. Yaxshiroq stop kadr qilib olib, bunday izlab topamiz yaxshiroq kadrlarni. Mana bu yerdan bo'ladi hozirroq. Bu yerda horror variantlari
Uncha yaxshi kadrlar yo'q ekan. Demak, bundan foydalanmaymiz. Bundan chiqib ketamiz. Ajoyibroq, yaxshiroq kadr izlashimiz kerak. Misol uchun, hop. Mana bu videoni olamiz. Xo'p, bu videoni ham izlab topamiz. Bo'ladi mana bu kadr ham. Xo'p, mana bu kadr atak chiroyli chiqdi. Mana bu kadr bor. Mana bu kadr bor, mana. Xo'p. Yana mana bu kadr bor, normal sifatli kadr. Xo'p. Raqobatchilar qilayotgan kadrlardan foydalanmaslik kerak. Iloji boricha. Nimaga? Ular qilingan, короче. Unda yaxshiroq preview tayyorlashimiz uchun biza o'zimiz qilishimiz kerak. Xo'p, unda shu maksimum darajada shunaqa ishlashimiz kerak. Mana bunaqa 4 ta videoni ham mana qo'ysalaring bo'ladi. 4 ta video, bunda 1 2 3 mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi qilinadigan ishimiz videoni topishimiz kerak. Xo'p, bu video bo'lmaydi. Hozir yaxshi videolar chiqmayapti. Mana videolarni ko'raylikchi. Bir kun oldin qo'ygan, endi bu yaxshiroq topish kerak baribir. Mana qaranglar, mana 3 hafta oldin 344 ming prosmotr olgan. Mana shunaqa yaxshisini ham topib olguncha ozroq vaqt oladi. Baribir sifatga e'tibor berib, yaxshi videolar topishga harakat qiling. Yoki-da mana misol uchun hozir Caffeine video olmoqchi bo'lgan kanallar bor, mana kanallarga kirsalaring, o'sha McQueen videolar qiladi mana. Ko'ryapsizlarmi? McQueen videolar qilgan, mana yana bor. Mana variantlar bor. Hop. Bor, pastlab qarab ketaveringlar. Faqat McQueen'ni olinglar, boshqasi shart emas. Mana misol men mana buni olaman. Bu yerda endi mana bu значог'i bor ekan, no farqi yo'q, mayli. Endi bu darslik video. Ko'rsatib o'tib ketishda maqsad bunaqa tarsas qilish emas. Xo'p, endi bu yerda mana stop qildim va screenshot qilaman. Agar telefonda bo'lsang, shuni full ko'rishga o'tib olasizlar. Mana yerga bosib, mana kattaroq olib, telefonlaringiz screenshot orqali screenshot qilasizlar. Mana shunaqa screenshot qilib olasizlar. Xo'p, endi biz bu screenshotimizni bironta bir faylimizga qo'yib qo'yamiz. Endi menda hozir fayl bor. Mana shu desktopga tashlasam bo'ladi. Xo'p, bu yerdan admin qo'yganman, shunga sal yo'q bo'lib qoldi. Endi men uni to'g'rilab screenshot olaman. Mana oldim. Pastdagini atayin olmadim chunki mana bu liniya ko'rinib qoldi. Xo'p, saqlanib qolaman. Preview tayyorlashni hozir ko'rsatyapman sizlarga. Xo'p, menda hozir ekranim shundayki, mana bu nurlar boshqacharoq. Ya'ni sizlarga qanday ko'rinadi bilmayman. Menimcha kameradan xuddi shunday. O'shani bir to'g'rilab olsam hozir. Chunki o'sha narsa bor, sifatliroq, masalan, o'tlarni ham yashil ko'rsatadi. Mana men hozir mana bular nastroyka qilganman, mana. Ko'ryapsizlarmi? O'sha narsa bor. Bu endi sizlar uchun emas, bu sizlar uchun hech qanaqa ahamiyati yo'q. Prosta bu yerda men o'sha qilganman, sababi hozir men ranglarni chustetlik qila olmayman, ya'ni aniq bila olmayman. Shunga hozir bularni birma-bir joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Shunga bu yerdan hozir qaysi bor edi hozir esimga chiqdi. Hop. Qaysi edi? Восстановить. Mana восстановить. Mana originaliga qaytdi. Originaldan hozir men. Endi o'sha montajga o'tsak. CapCut orqali foydalanamiz. CapCutda ranglar beramiz. Hozir men sizlarga rang berishning ikki xil usulini ko'rsataman. Xo'p, birinchi ochratda qaranglar. Rang berayotganda birinchi ochratda misol rangda adashdim. Boshqa videoga kirib ketdim. Xo'p, rang berayotganda asosiy qilinadigan ishlarimizdan biri asosiysi ochiq bo'lsin. Ya'ni rangimiz ochiq rangda bo'lsin. Misol men mana uni qo'shdim. Bu yerda hozir 16:9 format ishlayman, YouTube format. Mana bu kattartirib oldim. Endi qaranglar. Bu yerdan mana bu yerda mana bunaqa bo'lim bor. Telefonda pastda bo'ladi. Korrektirovat degan. Mana shundan pastroq ochsak mana temperatura bor. Temperatura ham qanchadir bizga ahamiyatli. Biz buni ko'k, mana buni qizil qo'yamiz mana. Ko'ryapsizlarmi? Yorqinlashdi. Masalan, qizilsa ortga qaytaram. Endi qilinadigan ishimiz mana светной kruг. Sizlarda bo'lishi mumkin, hozir bu CapCut ichida qilinadi. Misol, mana men birinchi ottennok deganini olib tepaga sursam, mana sarg'ayadi. Mana. Yoki mana yashil kerakmi? Mana yashil variant. Mana.
Mana shunaqa yashil variant. Keyin mana bu yerda bunday qilib yana ham yashilda oqartirishimiz mumkin. Bu telefonda ichida qilinadi, kompyuter ichida qilinadi. Misol, mana buni olamiz. Hop, buni olamiz. Buni misol ko'kka olib boramiz. Ko'kka mana. Ko'karyapti, ko'ryapsizlarmi? Hop, mana ko'k bo'ldi. Endi bu yerdan ham shu ko'k rangga ma'qul kelganiga olib borsak, mana ko'kar. Ko'ryapsizlarmi? Bularni har birovini bitta screenshot qilib olsalaring bo'ladi. Men bilmadim, endi telefonda mana bitta yuklab olish degan narsa bormi? Mana misol yuklab olsam bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Yuklab olaman. Mana yana bitta bosaman. Rangini boshqa rang qilaman. Mana yashil qilaman. Buni ham yuklab olaman. Mana ikkita rasm bo'ldi mana. Bu yoqqa ham tushaveradi slotimga. Yana bosaman. Misol uchun qizilga olib boraman. Bu yoqdan ham qizilga olib boraman. Pushtiga olib boraylik. Pushtiga olib boraman. Mana pushti bo'ldi. 3 ta rang bo'ldi bizda. Mayli, bittasini rangga bo'yamaymiz. Endi preview tayyorlash uchun asosan Canva-dan foydalaninglar. Canva-ni programmasi telefon orqali yuklab olsalaring bo'ladi. Mana Canva deb yozamiz. Mana chiqib keldi birinchisi. Canva orqali tayyorlasalaring bo'ladi bemalol. Mana hozir men yaratib ko'rsataman. Kirgan mahallaring sizlarda ham xuddi shunaqa oyna ochiladi va plus bor, create, ya'ni yaratmoqqa bosib, bu yerga YouTube thumbnail deb yozamiz inglizchada. Agar ruscha bo'lsa ham YouTube thumbnail deb yozaveringlar, chiqib keladi. Xo'p, bu yerdan yuklashga bosib, biza o'sha mana bu yasagan boyagi videolarimiz, mana previewlarimizni tashlab olamiz mana uchalasini. Mana 3 ta video, 3 ta rasm tushdi. Endi qaranglar, misol uchun mana bu rasm, hozir unda xatolik bo'lyapti. Xo'p, rasmni mana yo'q qo'yamiz. Va e'tibor bersang mana uchiga olib kelgan payt kres bo'lyapti mana bunday mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Uryapti o'zi. Bir to'xtab olyapti. Sabab toshni men kvadrat misol to'g'ri to'rtburchakning yarmi 3 dan toshni rovni 3 dan 1 qismini egallam. 4 dan 1 qismi. Endi buni qo'shamiz. Buni ham olib kelib mana qo'yamiz. Yoki mana toshni qo'yamiz mana. Toshni. Undan keyin yana bitta mana buni ham olib qo'yamiz. Buni ham mana toshni qo'yamiz. Mana. Endi bu sal mayda edi, mana bo'lib ketdi. Bitta endi oddiy rasm varianti edi. Mayli, hozir men sizlarga ko'rsatish maqsadida mayli, mana bunday oddiy yana bitta rasm qo'yib ko'rsatib turaman. Endi sizlar bunday qilmaysizlar. Bu rang hozir olmaganimga bo'ldi. Endi ko'rsalaring ko'p kanallar mana bu previewsini flip qiladi. Ya'ni bu ikkalasi bu tomonga, mana ular ham bu tomonga emas, bu yoqqa qarab turadi. Ya'ni chapga qarab turadi. Buning uchun mana ustiga bosamiz, mana flip horizontalga bosamiz mana. Ikkalasiga bossak, mana gorizontalda bu tomon bizga qaradi. Endi qaranglar qanday chiroyli bo'ldi. Endi uni previewsida to'g'risida liniya o'tib ketgandi. VS. U VS ni qanday olamiz? YouTube'ga kiramiz. VS deb qidiramiz. Mana VS green screen deymiz. Xo'p, mana chiqib keldi. Mana shu anadan foydalanadi. Shuni stop qilamiz mana shu joyda. Mana kaychlar sal past bo'lsa, kaychlarni ko'tarib olib, bir ozroq muddat yurg'izib, mana stop qilamiz. Buni screenshot qilamiz mana. Bu yerdan screenshot qilamiz, keyin remove pg degan sayt bor. Orqa fon kechadi. Buni ustiga mana tashlaymiz. Misol uchun mana bu sariqni ustiga bosib, hop mana bu tashladim. Mana orqa fonni yashil qismini kesib berdim. Mana endi buni skachat qilib olaman. Misol uchun men desktop skachat qilaman. Mana tushdi. Endi nima qilaman? Endi bu yoqqa olib tashlayman mana. Mana bisini hozir bisi qayerga tushdi? Qayerga boshqa joyga tashlaydi. Mana bu Chrome meni boshqa joyga tashlaveradi. Hozir topamizda. Yo'q, uni topish oson. Bu yoqqa tashlar ekan. Zagrosga o'tkazib olamiz va previewimizga qaytadan tashlaymiz. Mana ko'rdilaringmi? Endi buni mana bunday plusni o'rtasiga qo'yib ko'ramiz, krestni o'rnatamiz. Keyin biz ramka mana bunaqa plus chiziqcha berishimiz kerak. Buni mana elementlar degan bo'limda mana turibdi. Agar chiqmasa, hozir sal yangilanish bo'lgan mana bunaqa shapes krasdagi mana buni bosib olasizlar mana.
Ba'zida hozir men sizlarga bitta zo'rlasa ko'rsataman. Mana tepada stroke stilni ham misol mana bunday ko'tartira olamiz. Endi bularni mana plyusga bosib, mana bunday 90 gradusga burib, mana bunday plyus qilib qo'yamiz. Va V-sini ustimizga chiqarish uchun mishkan narvik tomon endi agar kompyuter qilsa, birinchi bo'lmasam chiziqlarni berib, keyin V-sini qo'ysalang bo'ladi. Chiziq qora yarashmaydi, oq qo'yamiz, oq rang beramiz. Mana yoki qizil bersalang bo'ladi, V-siga moslabda endi. Ko'rdilaringmi? Mana shunaqa bo'ldi. Previewimiz xuddi shunaqa. Endi biz previewni kачествосini oshirishimiz kerak. Mana previewni kачествосini oshirish kerak. Buning uchun hop bitta VSL variant va VSS variantini yuklaymiz. Videomiz uchun hamda bu. VS previewimiz. Video ichida ham buni bilasizlar, o'zi turganini boya yo'nalishda va ko'rgan bo'lsanglar raqobatchida. Endi previewimizni kачествосini ko'taradigan sayt bor. Saytda hozir menda bo'lishi kerak. Hop. Mana shu bo'lishi kerak. Mana shu. Mana bunga rasm tashlang, kачествосini ko'taradi. Hozir tajriba. Bu kачествосini hozir ko'taryapti mana. Ko'rdingizmi? Chiroyli kачествосini qilib berdi. Yana shu yoqqa tashlayman deyapti bu. Downloadga tashlayman deb, download tashib qo'yamiz. Mana ketdi. VSL variantini kачествосini ko'tarish shart emas. Ko'ryapsizlarmi, qanday kачествосli bo'ldi? Tiniq variantda bu. Asosiysi sifat, muhimi sifat bilan ishla. Xo'p, undan keyin mana bu yerdan kompyuterga kiramiz. Biz o'zimizda VS va VSS variant videolarimiz olamiz. Mana 3 ta bor ekan. Bittasi kачествоsi yo'q, misol mana buni kачествоsi yo'q. VSS variantini qo'yib olamiz. Endi biza videosini qo'yishimiz kerak. Videosini mana bu yerdan o'sha videosi mana. Bu videosini hozir arxivda bu yerdan bo'lib ketdilar. Uni hozir topishimiz qiyin bo'ladi endi. Mayli, muammo yo'q. Uni topish oson. Yana shu qaytadan qo'ying. Shunga videosini ham yuklab olsalaring ham yaxshi demoqchiman. Xo'p, McQueen Confidential. Confidential deb qidirdim, mana chiqib kelyapti. Mayli, biza u videoni o'zini topolmadim. Hozir baribir uni egasini bilan skachat qo'yib, linkini birdan. Xo'p, misol mana bu easy variant skachat turaman, lekin o'zini videosini skachat qilinglar har doimgidek. Mana bu yoqqa o'tib, keyin yuklashga tashlaymiz. Xo'p, bot agar kerak bo'lgan bo'lsa, botlar bor. Mana skachat bor, yana bir nima bular bor. Mana bunga vstavit qilib tashlaymiz. Obuna so'rayapti, boshqa botdan foydalanamiz. Xo'p, skachat mana botga tashlaymiz mana. Hop, 720p kачествоda. Xo'p, mana buni esa men downloadga tashab olaman, mana downloadga tashab qo'yaman. Endi biza bosamiz, videoni bosamiz, mana endi olamiz. Bilsalar, o'sha video boshida u ko'k introdan foydalandi. Buni topish juda oson. Любой bironta Chrome'laring orqali topsalaring bo'ladi. Misol uchun men ana uni qidiraman. Ya'ni hop. Ana uni qidiramiz nima edi? Green screen deb prosta yozib ko'ramiz. Green screen deb yozamiz. Hop. Chiqmayapti. Mana shunaqa. Magic deb qidirib ko'raylikchi. Magiclar deb. Mana shu magic, shunga o'xshash narsalarda bo'ladi. Mana bunaqa narsalar, bunaqalar. Magiclarda bo'ladi. Manadan foydalanamiz. Door animation ekan. Mana shuni taqdiraylik-da. Bunaqalar ko'p. Bo'ladi, mayli. Yana ham izlab uramiz. Men bularni sizlarga tashab beraman. Prosta videoda endi qidirib ketyapman-da.
bunaqa effektlar bor. To'xtanglar-da. Men hozir o'zim bu yo'nalishda bir mana ular materiallar bo'lish kerak. Hozir qo'shaman. Ular tashab beraman sizlarga. Xo'p. Bo'lish kerak. Xo'p, mana colors buttons bor ekan mana. Har xil mana. Mana buni olamiz. Bu degan ovoz chiqaradi. Deb. Ana shunaqani mana извлечь звук bosamiz. Udalить qilamiz. Mana endi bir ovozini eshitalaring buni. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa chiroyli ovozi bor. Endi intro qismiga bir green screen berish kerak. Green screenlarni misol boshqa ma'nodan bersak bo'ladi. Mana introga CapCut ichidan bersak ham bo'ladi, bemalol. Mana effektga bosamiz. Mana pulli versiyalar ham bunaqa narsada turadi. Misol uchun bepul versiyalardan bir yaxshiroq variantini olishimiz kerak. Hop, trend ekan bular. Hop. Mana. Xo'p, norm. Mana buni olamiz, qarang. Bu zo'r chiqdi. Endi biz bundan keyin klik bor edi. Bilsalaring klik. Bunda men klikdan emas, mana bundan foydalanganman. Mana bundan. Misol mana shu yerdan shunday olib qo'yamiz buni. Buni esa green screenni kesib tashlaymiz, orqa fonni udalить fon qilamiz, chroma key bularni to'zamiz. Keyin bunga to'g'rilaymiz. Shu o'ziga to'g'rilaymiz. Xo'p. Mana bosdik. 2 marta bosdik. Endi mana bu video turibdi. Bu videoni sal uzoqroqqa cho'zib turishimiz kerak, chunki hozir montajda intro qismini tayyorlashimizdamiz mana. Mana shu o'ziga bosib yetadi. Xo'p, buni bitta bosgandan keyin xato berish kerak, x bo'lish kerak, no bo'lish kerak. Xo'p, unda menda bor. Xo'p. Mana bunda bor edi, adashmasam. Calibration bor. Mana calibration bor. Calibration'ni ham qo'ysalang bo'ladi mana. Buni ham udalить fon qilib tashlaymiz. Mana buni ham mana shu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Bundan keyin calibration'dan keyin bu bo'ladi. Mana. Calibration keyin bu tanlaydi. Tanlagandan keyin xato berish kerak. Xo'p, xato benda xato yo'q, xatoni topamiz, olamiz o'zim. No green screen deb qo'yamiz. Bo'lish kerak. No green screen deb chiqadi o'tgan. No green screen. Yes. Green. Mana bunaqa video edi. Rewrite green screen. Mana. Shuni topamiz. Mayli, hammanikidek qilmaymiz, o'zimiz ideyamizga qilamiz, qani. Menda danger bor. Danger ham zo'r. Misol, bundaqa ovoz. Bu ham zo'r narsa. Xo'p, chroma key. Mana bunday qo'yib qo'yamiz. Mana. Buni lekin dangerda mana bu qo'yamiz. Xo'p, mana. Endi bu ogohlantirish bo'lyapti, video boshlanadi deganday maqsadda bo'lyapti. Buni cho'zib olamiz to'liq. Keyin har o'rtasida videoni ushlaymiz, qisqartiramiz, oldiga yoniga olib kelamiz. Mana bunday qo'yamiz mana. Buni keyin mana bu yerga bosamiz, boyagi joyga korrektirovatga bosamiz va svetnoy krupga bosib ko'kka bo'yaymiz. Johirbek, agar siz o'zingizni tilingizda bo'yayotgan bo'lsa, ya'ni o'zingiz xohlagan bo'lsa, bo'yavering. Mana endi bu sal osonroq kechadi. Keyin mana bu o'rtasiga har xil memlar yuklash kerak. Memlarni menda bunaqa mushukchalarning memlari bor. Bu memlarni misol
yuklab qo'ysak, videomiz ham qiziqarliroq bo'ladi, ham bolalar oxirigacha o'tiradi videoda, ko'proq ko'radi. Mana qaramakey, cho'zib qo'yamiz. Yana bir ikkita men qo'shaylik keyinlar. Mana Danger mana buni qo'yamiz. Menga shu yoqadi. Buni qaramakey, mana. Ba'zilar muallif yo'q uchun qo'yadi, lekin bunga muallif yo'q qo'yib ular tashab beramiz sizga. Xo'p, bundan keyin yana Danger'da men copyright qilib bu yoqqa tashib olaman. Danger bunda bu yoqqa tushadi. Bu yoqdan keyin buni mana bu videoni qaranglar, повторение content yemasliklaring uchun mana buni bosib ustiga zvuk bo'limiga o'tib, birinchi zvukga tegmanglar. Ikkinchi videolaringda tashlayotganda mana bu videoni zvukini o'zgartiringlar. Misol uchun, mana zvuk bo'limiga o'tib, высокий. Nimaga? Chunki videolar bular bilasizlar, hammasi bir xilday bo'ladi. Shuning uchun bularni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Xuddi shunaqa. Endi bular uchun boshqa memlar ham yuklab qo'yamiz. Endi mana bu mem bor. Mana bu memni yuklayman. Keyin bitta Danger izidan qo'yib qo'yamiz bunga. Hop, buni memni kesib olaman. Hop, keyin mana bu endi buni cho'zib olamiz. Bitta videoni tashlaymiz bu yoqqa. Hop, bu yoqqa tashlaymiz. Keyin bu Danger mana yoqqa o'tadi. Video esa bu yoqqa o'tadi. Keyin videoni zvugini o'zgartiramiz. Buni diski qilib qo'yamiz. Keyin mana buni ham rangi yashilda edi. Boya yashilga buni o'tkazib, yashil rangga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Mana korrektorovat. Цветной. Misol. Xo'p, yashil. Mana. Yashil. Mana. Bo'ldi. Xuddi shunaqa. Keyin buni olib bu yoqqa qo'yib qo'yamizdan keyin buni qaysi rang edi? Ko'k rang. Xuddi shunaqa videomiz bo'ldi. Lekin zvuklarni hammasini har xil qilib o'zgartirishimiz kerak. Yana xuddi shunaqa Danger qo'yiladi. Danger qo'yiladidan keyin o'sha yoqqa mana bitta Danger qo'yamiz. Joy qo'yamiz. Xo'p, managa Danger'ni yuklaymizdan keyin bunga qo'yib qo'yamiz. Endi Danger bu-ku, buni bunga qo'yib qo'yamiz. Keyin shunday qilib yana bitta videoni mana yoqqa qo'yib qo'yamiz mana. Bitta bironta orasiga mana men qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin subscribe degan narsalar qo'shishlar mumkin. Menda bor subscribe, tashab beraman uni ham. Mana subscribe deb boshiga video boshlanishiga qo'ysalang bo'ladi meniga. Buni ham orqa fonini kesib olamiz. Mana qaramakey, mana bo'ldi, все. Endi bemalol videomizni ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday bo'ladi. Keyin videoni bitta nom beraman. Qachon yuklashni aytaman, shu bilan boshlaysiz.